Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasida aminokislotalar analizi o'rta ftalaldegid bilan devartizatsiya jarayonidan keyin kolonkadan oldingi devartizatsiya. Rejim gradiyentli rejim bo'ladi. Detektori diodniy matrichniy, asosan piklar 338 nanometrda tekshiriladi. Umumiy spektrni olish ham mumkin diodli matrichniyda. FMOS reaktivi bilan pralin kabi aminokislotalarni ham aniqlasa bo'ladi. Devartizatsiya reaktivlari 338 nanometrda pik bermaydi. Devartizatsiya reaktivlari kaliy baratniy bufer hamda o'rta ftalaldegid metanolda eritilgan. Bundan tashqari merkaptopropion kislotasi ham bor. Agar merkaptoetanol ishlatilsa, piklar simmetrikroq chiqadi, biroq barqaror chiqmaydi. Shuning uchun